Bolalarning telefondan uzoq vaqt foydalanishi ushbu videodagi kabi agressivlik va qaramlikka sabab bo'ladi. Keling, buni tibbiy nuqtai nazardan tushuntirib beraman. Har safar bola ekranga qaraganda uning miyasida dopamin ishlab chiqariladi. Bu esa unga qisqa muddatli zavq beradi. Lekin vaqt o'tishi bilan unga qaramlik shakllanadi va ko'chada sayr qilish, boshqa bolalar bilan o'ynash kabi real hayotdagi oddiy zavqlardan qoniqmay boshlaydi. Rangli tasvirlar, tezkor kontent va ketma-ket almashuvchi videolar bolaning miyasi uchun yuk bo'lib, diqqatni jamlash qobiliyatini pasaytiradi. Bu esa diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik kasalligiga chalinish ehtimolini oshiradi. Ekran nuri melatonin ishlab chiqarilishini pasaytirib, uyqu sifati va davomiyligini yomonlashtiradi. Bola uzoq vaqt ekran oldida o'tirsa, uning asab tizimi zo'riqadi. Oqibatda u real hayotda sabrsiz, bezovta va hatto tajovuzkor bo'lib qolishi mumkin. Bola telefon oldida uzoq vaqt o'tirsa, bir taraflama kontakt bo'ladi. Ya'ni faqat telefon gapiradi, bolaning gapirish uchun ehtiyoj tug'ilmaydi. Buning hisobiga bolada nutqiy rivojlanishdan ortda qolish jarayoni yuzaga keladi. Bu videoni tinch o'tirsin deb, bolasiga uzoq vaqt telefon berib qo'yadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.